Amerika prezidenti Joe Biden BDT'de qilgan tunji nutqida Uyg'ur masalasini tilga oldi. 21 sentabr Birleşken Devletler Teşkilatı'nın New York'taki baş ştabida açılgan umumiy yig'inda so'z qilgan Amerika prezidenti Joe Biden Uyg'ur masalasini tilga oldi va osonlik millatlarni nishonlash va ularga zulm qilishni ayblaydiganligini bildirdi. We almost call out and condemn the targeting and oppression of racial, ethnic and religious minorities. When it occurs whether it occurs in Xinjiang or northern Ethiopia or anywhere in the world. Bu prezident Joe Biden'ning vazifega o'ltirib, tunji qatim BDT umumiy yig'inida so'z qilishi edi. U mundaq dedi: etnik va diniy osonlik millatlarni nishonlash va ularga zulm qilish, mayli Xinjiang, mayli Shimoliy Efiopiya va mayli dunyoning har qanday yerida yuz berishidan qat'iy nazar, biz buningga qarshi chaqiriq e'lon qilish va ayblashni izchil davomlashtiramiz. Prezident Biden yana sun'iy idrokning boshqalarni bostirish quroli qilinmasligi lozimligi, yer shari klimat masalasi, insoniy qadr-qimmat qatorliqlar haqida to'xtaldi. We're also encountering a new era, an era of new technologies and possibilities that have potential to release and reshape every aspect of human existence. And it's up to all of us to determine whether these technologies are a force to empower people or to deepen repression. O nutqida Xitoyning bevosita tilga olmagan bo'lsa-mu, Uyg'ur rayonida Uyg'urlarni asos qilgan Turkiy etnik to'pliqlarga qartilgan bostirish qilmishlarini BDT umumiy yig'indagi tunji nutqida alohida sanab o'tishi muhim ahamiyatga ega deb qaralmoqda.